bir kelinni rosa qaynonasi bilan eri juda qattiq ozor berishdi. Juda qattiq eridan va qaynonasidan zulm ko'rgan ayol oxir chida olmasdan otasi o'tib ketgan ekan u ayolni kelib dadasining eng qadrdon do'stiga, xuddi men bilan Mas'ud akam qadrdon bo'lgandek, kelib dediki, "Domla," dedi, "tabib," dedi, "sizdan iltimosim, dadamni haqqi hurmatlari, dadamni ruhlarini haqqi hurmati. Bir dori qilib beringki, meni qaynonam bilan erimni qanoq bo'lsam halok qilaydi." dedi. Tabib o'ylanib turdi, qizdagi o'tda hayotdan to'yib ketganligini ko'rib, "Bo'pti qizim, bitta shart bilan beraman. Dori beraman. O'sha qaynonang va eringni halok etadigan dorini beraman. Shartim bor ko'nasan." "Xo'p, o'tir qizim." O'tkazib 40 kun qaynonangni shunaqa bir ipidan kirib, iynasidan chiqib, "Qaynanajonim, onajonim" deysan, eringga esa barcha mehringni, eng go'zal so'zlaringni bir og'iz ham mojara qilmaysan. Haqi nohaq bo'lsang ham bir og'iz ham mojara qilmaysan. Shundaymi? Xo'p bo'ladi. Shunaqa mehr ko'rsatasanki, dunyodagi mehrini sendan boshqasidan ko'rmagan bo'lsa, ko'rmasin. Xo'p bo'ladi. Shu ishni qilasana, qilaman. Bo'pti, men uchun anaqani olgin, dorini olgin-da, ertalab bomdodda ishi ketayotganda, kech payt qaytganda shu kechki ovqatlarda choy damlab, choy ichiga qo'shib berasan shu giyohni. Xo'p bo'ladi. Ketdi qiz, borib erini o'sha kundan boshlab, "Erim, hayotim, ko'z ochib ko'rganim, qalbim egasi, uyim chirog'i, mehribonim" deb eriga go'zal so'zlar aytdi. Va qaynonasiga esa "Siz meni onamsiz. Men bo'ldi uy bilan haymanzur qilib keldim. Haqqoniy onajonim sizsiz. Meni bilamas, meni urishyapsiz. Boshqa narsa qilyapsiz. Meni kamolotimni, ertaga taraqqiyotimni, ertaga barakotimni ko'zlab qilyapsiz. Baxtimga ilohi umringiz uzoq bo'lsin. Nima bo'lsa ham siz meni duo qilsiz, meni urishsiz ham, so'ksiz ham men shu uyda yashayman, shu uyning a'zosiman. Menga bir haftaga bir marta mehmondorchilik, xolos u uy endi. Siz meni haqqoniy onamsiz" deb dunyodagi eng go'zal so'zlarni qaynonasiga, eng shirin so'zlarni eriga ayta boshladi. Kunlar o'tdi. 35-kun, 36-kun kech payt qanini chaqardida qizlarini boshqa kelinlar chaqirib aytishdiki, "Ey qizlarim va kelinlarim, Allohdan so'ragan kelinni Alloh menga ato ayladi. Bu kelinim mening o'rnimga qoladigan jonishinim. Sondiqdagi barcha meni kitoblarim, tillolarim, mulklarim hammasi shu qizimga. Qizim, sen menga qizimdan ham ko'ra mehribon bo'lding. Yaxshi yomon so'zlarimga sabr qilding va menga eng go'zal husn latofatda muomala aylading. Sen daqasini Alloh menga qaytib uchratmasa kerak" deb, va qaynona yig'lab bag'riga bosib kelinni duo boshladi. Subhanalloh. O'sha kun kech payt eri keldida, ishdan kelib charchab kelib aytdiki, Allohning rasuli aytgan edilar hadisda, kimki go'zal, taqvoli, xudo tars ayolga uylansa, dinini 3dan 2si mukammal bo'lib turdilar. Sandagi hamma taqvo, sandagi sabr, sandagi shirin so'zlikni ko'rib, men hayratda qoldim. Xudodan so'ragan ayol sen ekansan. Iloho umrimning oxirigacha seni nikohing bilan meni abadiy qilsin. Baxtimga sog' bo'lgin iloho, zurriyotlarimizni sen bilan mendagi o'xshagan Xudodan qo'rqadigan yaxshi insonlar dunyoga kelsin deb er o'z muhabbatini izhor ayladi. Bechora kelinchak yig'lab tongga qadar endi oila o'zgardi-ku. Nima qilish bilmasdan tong saharda bir uyimga borib kelaylik dedim. Yugurlab qayerga boradi? Hali tabib oldiga boradi. Kelib yig'ladi. Tabib dedi, "Amakijon" dedi. "Jon amaki" dedi. "Qanaqa mehribonchilik qilgan bo'lsangiz, bu yerga mehribonchilik qiling. Ha, nima bo'ldi qizim? Tinchlikmi? Bilib qolishdimi? Dori berayotganingizni?" "Yo'q, ha nima bo'ldi? Dunyoda menga o'xshagan baxtli yo'q. Meni erimdaqa mehribon er yo'q. Meni qaynonamdaqa xudo tars qaynona yo'q. Jon amaki yordam bering, endi doringizni boshqa tarafga bir ishlating. Nima qilib bo'lsa ham hayotimni asrab bering. Men ko'r bo'laman agar shunaqa qadrga yetmasam." Shunaqami? Keyin o'tkazdi-da, "Qizim, men Allohdan qo'rqaman. Men birovni nohaq halok ettirmayman. Senga oddiy bir ko'k choy berdim. Oddiy ko'k choy berdim. Senga men hayot ta'limidan o'rgatdim. Sen go'zal so'zlaring bilan, go'zal muomalalaring bilan bekik qalblarning eshigini ochib yubormang. Shuning uchun til, so'z shunaqa sohir narsaki, ochilmagan qalblar, ochilmagan dillar so'z bilan ochiladi." Kelinimizga ham iltimosimiz, bugun xonadon kelgan kelin va barcha kelinlar va hammalarimiz shu nasihatni shu hayotda qizlarimizga, kelinlarimizga shu shirin so'zni gapirsak, inshaalloh ular amal qilsa, hamma qaynona, hamma kelin yaxshi. Shu bolani ulg'aytirib, balog'at ketkizib bergan
ona yomon. Shu mojaro qilib janjal qilib borganlar, imomlar bugun shu ajratganlarning oldini olish bilan hozirgi kunlarimiz faqat ish mushaq olib qoldi-da. Qayda bo'lsa imom anaqa mojaroda ixtilofati oxir so'rayman deb baraka topkir. U 4 kunlik mehmon-ku qaynona. Senga shu farzand o'sha o'g'ilni senga berdi. Kiyintiryapsan, ovqat olib kelyapsan. Endi shu bechora mehmonni 3-4 kun ehtiyot qilgin, duosini olgin, qo'ying solmagin. Men singillarimga 3 ta singlim bor, har safar kelsa aytamanki, "Voy baraka topkurlar. Voy baraka topkurlar, nima sen nohaq bo'lsang ham eringga mojara qilma." O nohaq bo'lsa ham ayol kishi erini g'azabi kelganda, erini achchig'i chiqqanda sabr qilib tursa, bilasizlarmi, qanaqa hayot go'zal bu. Bosh hammamiz erkakmiz, to'g'rimi? Bir yonida erkak o'chadi qayta. Ha, halrog'iga xo'jayin nima qiluvdingiz desa, joyiga